sinfdoshlar mana 20 yil deganda sizlarni ko'rib juda ham qo'rqib ketyapman, to'g'risi nima bo'ldi sizlarga? Ha, Obid bizni ko'rinishimizga e'tibor berma. Chistya asal hech qachon aynimaydi. Olinglar. Cho'ta sizlardan asalda emas, pez murabba hidi kelyapti-da. Oldik. Ayol boshimiz bilan o'tirishga bizlar keldik. Nima, bironta o'g'il bola sinfdoshimiz kelmadi? Chunki sizlar xotindan yo'q-da. Astaraqil o'tgan safarga deb protest uchun chiqib ketadi. Obid, bosh og'riyapti. Bor, achchiqini ko'k choy damlab kel. Hozir damlab kelaman. Ha, endi yoshrog'imiz sensan-da. Bitta zubaytiga ham qo'shib ber. Xo'bi. Obid, keyin tezki oyoq tuqqalaysan. Qizlar meni prosta ko'rinishim yosh, hatta sizlar sinfdoshlaringmi? Toza aytib o'g'il qo'yamanglar. Qarshi sinfdoshlar bilan ko'rishganimda yosh ko'rinishda azobini tortaman-da. Sinfdoshlar yoshlikdagi o'yinlarni o'ynab, bir bolalikni esaylik. Davay, men chashlangni tortaman, sizlar meni quvasizlar. Mana. Ha, sendan qoning kegur. Ha, o'zginangni chegur. O'zingda bo'lsa qarg'ash emas, quvish kerak. Ha, men tizam tuzib bordi. Xotiroma qarg'ishi menda oldi yetib boradi. Boshqa o'yin o'ynaymiz. Oq terakmi, ko'k terak? Bizdan sizga kim kerak? Nazi kerak, Nazi. Obid, o'zing kebab ket. Sharmanda qilma. Tugon davling ham borda, issiqda yursa men ham qalaqda bo'lib qoladi. Hammamiz asalmiz deysa, hammang chista kasal-ku. Meni mo'michalar qarasin. Hammasi inimdan qarov qopdi. Obid, maktab payti sendami? Tizamizga boshingni qo'yib, chuchmamada chiroyimizga termilib o'tirarding. Ha, endi bu paytlar bir qosh suv bilan jutqiday chip chiroyli qiz edilar-da. Xohlasang shu paytlarni bir eslaymiz. Davay. Qarang,